Assalomu alaykum. Siz hozirda Jahon Amerikan kanalidasiz. Jackson Amerikan. Xo'p, hozirda Amerikada emasman, Yaponiyadaman. Amerikaga borish niyatida edim va shu sababli Jackson Amerikan deb nomlaganman. Xo'p, bugungi mavzuyim videoda 6 oy oldin kanalimda shu Upwork haqida, Upworkning nazariyasi haqida videolar qilib joylagandim va aldanishlar bo'lmaydimi, qaysi ma'nodaki pulingizni yo'qotishingiz mumkin yoki konnektlaringizni behudaga sarflamasligi uchun nimalar qilish kerakligini hozirgi videoda tushuntirib beraman. Birinchidan ish e'lonini yaxshilab o'qib chiqish va ish lokatsiyasi ham bor. Upwork veb-saytida e'tibor qilgan bo'lsangiz, worldwide deb yozilgan joyi bu butun jahon bo'yicha freelancer proposal yuborishi mumkin degani. Agar chegaralangan biron bir davlat nomi turgan bo'lsa, ya'ni bu joyda ehtiyot bo'lishingiz kerak joyi, siz proposal yuborayotgan odamni lokatsiyasini o'qib qaror qilmasligingiz kerak va proposalda ikkita davlat turadi. Bittasi proposal yuboruvchini davlati va ikkinchisi ishga proposal proposallar, ya'ni ishga freelancerlarni yuborgan xatlari kelib yuboruvchilar yubora oladiganlarni joylashgan davlatlari, ya'ni ish worldwide deb yozilgan bo'lishi mumkin yoki Kanada yoki Amerika deb yozilgan bo'lishi mumkin. Bu taqdirda faqatgina Kanada yoki Fransiya deb yozilgan bo'lishi mumkin. Faqatgina fransiyalik freelancerlargina ishga proposal yuborishi mumkin degan. O'sha joylarga e'tibor qaratishingiz kerak va ish e'lonida juda ham katta summa yozilgan bo'lsa, unga absolyutno yubormasligingiz kerak va ish e'lonida pul nolda turgan bo'lsa ham, bu taqdirda ham siz proposal yubormasligingiz kerak. Behuda konnektlaringiz sarf bo'ladi. Onlayn ishdagi aldanib qolmaslikdan saqlanishni yana bir usuli bu, klient bilan, mijoz bilan agar proposal yuborsangiz, javob keladigan bo'lsa, ishni mayda chuyda ikir-chikirigacha gaplashib olish. Ya'ni Upworkda siz messenjerida yozishadigan bo'lsangiz, u hammasi saqlanib qoladi va klient o'zini chatidan o'chirib tashlasa ham yoki siz yozgan narsangizni o'chirib tashlasangiz ham Upworkdan o'chmaydi. Va kimdir shikoyat beradigan bo'lsa, bu chat qayta tiklanadi va buni Upwork administratsiyasi tekshirib chiqib, kim haq, kim nohaq ekanligini o'sha chat orqali aniqlab oladi. Xo'p, meni xatolarimdan bittasi, Upworkda ishlab topgan pulimni yo'qotganimni sababi bu mijoz bilan oxirigacha kelishib olmaganim. Nimaga deganda, men Upworkdagi klient bilan Upworkdagi mijoz bilan xullas gaplashib, loyihani oxirigacha tugatib berganman. Lekin u loyihani, proyektni olgandan keyin bu sifatsiz, qandaydir kamchiliklarini qidirib topib va o'sha to'lov qilgan pulini o'sha men balansimga, ya'ni Payoneer kartamga chiqarib olgan edim va Payoneer kartamga chiqarganimdan ancha vaqt o'tgandan keyin boshqa mijozlardan ishlab topgan pulimni Upwork balansida saqlanib turgan edi va u klient bir 2-3 oydan keyin o'sha noroziligini bildirib, ya'ni
men tayyorlagan proyektdan уже foydalanib bo'lgan va ham uni ustiga norozilik bildirib o'sha summasi $200 atrofida edi. Ishlab topgan pulimni hammasini boshqa mijozlardan ishlab topgan pulimni Upwork balansimdan yechib olgan. Va bu narsa sizda ham kuzatilmasligini oldini olish uchun sizga mijoz bilan yaxshilab kelishib olish va iloji boricha pul masalasida ko'proq chatda yozishish va puldan muammo bo'lmaydimi deb chatda ingliz tilida to'lov masalasida muammo bo'lmaydimi deb so'rab qo'ysangiz, u ha yo'q muammo bo'lmaydi deb chatga yozib qo'yadigan bo'lsa, уже u tilidan ilindi degani va siz qachonki shikoyat qiladigan bo'lsangiz, bu narsa ko'rib chiqiladi va sizni pulingiz qaytarilish ehtimoli bor. Men shikoyat qilganimda pulim qaytmagan orqasiga. O'shaning uchun shu narsalardan ehtiyot bo'linglar va nima uchun men Upworkdan voz kechganimni sababi ham aynan mana shunda deb o'ylayman. Siz boshqa bir mijozdan ishlab topgan pulingizni ham boshqa bir klient norozilik bildirsa, sizni balansingizdan ketaveradi minus bo'lib va bu narsa juda ham qattiq ta'sir qiladi. Agar siz $1000, $2000 ishlab topadigan bo'lsangiz, katta miqdor pul ishlasangiz. Bugungi qisqacha gapiraman degandim, уже 6 minutdan oshib ketyapti va hozirda Yaponiyadaman. Yaponiya haqidagi videolar ham xudo xolasa chiqarishga harakat qilaman. O'ylaymanki, sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Hammaga rahmat qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha. Aytgancha, agar Upworkda yana muammoli vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, savollar kommentariyada qoldirsalaring, qo'limdan kelganicha bilganlarimni tushuntirib berishga harakat qilaman. Onlayn ishlashda chunki ko'pchiligimiz xohlaymiz, studentmiz yoki boshqa bir joyda ishlaymiz, onlayn ham ishlab ko'rsam degan maqsad xayolga kelishi mumkin. O'shaning uchun qanday savollaring bo'lsa yozib qoldirsanglar, qo'limdan kelganicha harakat qilaman. Xayr.